Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Bugungi videomiz ko'pchilik obunachilarimizning iltimosiga binoan tayyorlandi. Dastarbosh tub gullaridan dori tayyorlash. Birinchidan, dastarbosh tub gullari havonchada kukun holiga keltiriladi. Ikkinchidan, kukundan 2 qoshiq olib stakanga solinadi. Uning ustidan 250 ml qaynoq suv quyiladi. 4. So'ng 40 minut davomida damlab qo'yiladi. 5. Vaqt o'tgach elakda suzib olinadi. Katta kishilar bir osh qoshiqdan kuniga 3-4 mahal ichadilar. Bu damlama bolalarga, homildor ayollarga tavsiya etilmaydi. Shifokor tavsiyasi asosida. Dastarbosh tarkibidagi efir moyi gijalar, mikroblar va hasharotlarga qarshi ta'sir qiladi. Obunachilarimiz savollariga javoblar. Birinchi obunachimiz kiyimlarga kuya tushmaslik uchun dastarbosh gullaridan qanday foydalanadi? Dastarboshni gullarini kiyimlar orasiga solib qo'yasiz. Ikkinchi obunachimiz hasharotlarga, burga, kuyalarga qarshi qanday qo'llanadi debdilar. Dastarbosh tub gullaridan 100 gram olib, idishga 5 litr qaynoq suv quyasiz va 10 minut davomida qaynatasiz. So'ng sovugach, suzib, belgilangan joylarga sepib chiqasiz. Azizlar, kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling, like bosib, uzoqlarda o'z fikringizni qoldiring. Bu bilan bizning kamdorona mehnatimizni qadrlagan kanalimiz ravnaqiga hissa qo'shgan bo'lasiz.